Assalomu alaykum Chorva Roshan kanalining ashaddiy obunachilari, Chorva qo'y ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kunimizga seshanba 25-noyabr 2025-yil. Qo'ylar xudo xolasa yangi partiyalarga kelgan, oxirigacha kuzatib turinglar. Mana xudo xolasa oldilari tug'ib bo'ldi qo'ylarda. Xudo xolasa bo'g'oz variantlaridan so'raganlarga bo'g'ozlaridan xudo xolasa yetib kelgan. Mana bollarni ko'rib turibsizlar, realni mana sifatni o'ta ideal bergan, liniyasi bor qo'chqorga qo'shilgan yirik arashan sovliqlar kelgan. Xudo xolasa yangi partiyalarimiz yetib keldi. Xudo xolasa mana qaranglar, jonivorni oq yuzlaridan tug'ib berdi. Xudo xolasa ishqibozlari aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasam hozir o'tamiz, narx-navolarni kelishtirib, hamma tomon ko'rishib kelib, ko'z bilan ko'rib olsalar bo'laveradi. Xudo xolasa mana oldilari tug'di. Mana liniyali qo'chqorga o'zi qo'shilgani realni bilinib turibdi. Buni hamma ajratib oladi. Qo'y boqmagan odam ham xudo xolasa yirik sovliqlar kelgan. Hop, yo'masam boshladik obunachilar. Xudo xolasa mana yangi partiyalarimiz yetib kelgan. Bu yerda hammasidan bor. Xudo xolasa mana o'ta yiriklaridan shu sizlar so'rayib turganlardan keldi mana. Hamma yo'g'i kelgan. Bu yerda bir kamchilligi yo'q. Quloq boshlar, kalla yoshlar ham birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz. Obunachilar birinchi, ikkinchi qoringa. Xudo xolasa mana kelib ko'z bilan ko'rib olaman deganlar. Bo'ylar 90 sm, 85 plus. 85 plus hammasi 90 sm, aksariyat yoshi ham 2-4 variantlar. Birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz variantlardan kelgan. Tiyashan ishqibozlarga tiyashanlarni ham udorlaridan kelgan. Mana qaranglar. Tiyashanni ham udorlardan kelgan. Bittasi qulog'i 21 sm shunaqa. Haqiqiy bu yerda zotga ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana yetib kelgan. Yaqin bo'g'ozlari ham ko'p ichida obunachilar. Xudo xolasa originaldan boqaman deganlar aloqaga chiqaveringlar. Xudo xolasa mana qo'ylar o'ta yirik, o'ta sizlar so'rayotgan zot oladigan qo'ylar. Mana ishqibozlariga bitta ikkita ham sotilaveradi bemalol. Ko'z bilan kelib ko'rib olaman deganlar bemalol kelib ko'rib tanlab olishlari mumkin. Bu yerda optimiga bo'lsa arzonroq obunachilar 10 ta 15 ta olaman deganga arzonroq bo'ladi. Endi bitta ikkita ichidan zo'rin tanlab olaman deganga gaplashilaveradi. Bitta ikkita tanlab olaman deganga narxi balandroq bo'lib ketib qoladi, lekin optim olaman deganga 7,5 million so'mdan gaplashaveramiz obunachilar. Xudo xolasa bitta ikkita olaman deganlar ustidan ustiga sal 100 ming, 200 ming, 300 ming qo'shilib qoladi, chunki siz zo'rini 2-3 tani tanlab olsangiz unda bo'lmaydi. Mana ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar, haqiqiy toza narsa olaman deganlar. Hop, o'tkazgan vaqtlaringizni rozi bo'lib qo'yasizlar, bemalol ko'z bilan kelib ko'rib olsalar ham bo'laveradi. Qo'y Namanganda Tepaqo'rg'onda turibdi. Yosh variantlari haqiqiy sizlar so'rayotganlari kelgan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, bilan chorvalarga Alloh baraka bersin.